Assalomu alaykum azizlar. Alloh barchaga shifo bersin. Men Muhammadjon tabib Asrar chaqib davolash markazini boshlab yuribman. Xo'p, hozirgi kunlarda juda ham ko'p uchrayotgan kasalliklar, gedija, poзвоночник gedijasi, asrxandrozlar, polartrit bo'g'in kasalliklari, revmatizmlar ko'p bemorlarda uchrab turibdi. Bularni har xil usulda davolab ko'rishyapti. Foydasi bo'layotganlar ham bor, bo'lmayotganlar ham bor. Shu tavsiya qilamanki, foydasini, effektini boshqa joyda bilmayotgan bo'lsa, 100% tabiiy shu asrlarni chaqib davolatib ko'ringlar. Chunki asrlarning zahrida juda ham ko'p element modda bor, biz o'zimiz ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Va ko'p kelgan bemorlarimiz masalan bir kishi kelsa 4 xil yoki 5 xil kasallik bilan keladi. U odam hech qachon bir xil kasallik bilan kelmaydi-da. Tanada 4 xil 5 xil kasallik bilan keladi. Shuni eng yaxshi samarali davo usuli asrlar zahrida davolanganda tanada necha xil kasallik hammasiga foyda oladi. Oyoq og'riq bo'lsin, sovqotish bo'lsin, pochka, prostata, davleniya, juda ham ko'p kasallikga foydasi bor buni. Hozirgi kunda ham ko'ksaltroz va yeminishkilar ham yaxshi natija olyapti. Alloh shifo Allohdan. Ixlos ishonch bilan kelinsa yaxshi natija bo'ladi. Biz ilinganimiz tabiiy muolaja, organizmga inshaalloh ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa borki ziyoni yo'q. Keling, olib ko'ring lichini, bir kurs lichini oling. Bir kursning foydasini biling. Keyin undan keyin qolasiz, qolgan kurslar olasiz. O'zi 4 kurs bo'ladi. 4 kursda doli suv yemilish bo'lsin, ilik o'tgan kasallik bo'lsa hammasi chiqadi tanadan. Sovuq o'zi bu kasallik degani sovuqlikdan kelib chiqqan kasalliklar bo'ladi ko'pi. Kelinglar, dardlarga shifo topinglar. Alloh barchaga shifo bersin. Muhammadjon tabib deb YouTube'ga, Instagram'ga, Telegram'ga yozsa Muhammadjon tabib xudo xohlasa chiqadi. Shunda shifo topgan bemorlarimiz bor. Ko'rasizlar, telefon nomerlarimiz bor, telefon qilasizlar, maslahat, ko'rik albatta bepul maslahat so'rasalar bo'laradi. Alloh shifo bersin, salomat